kir yuvasan, ishlarni qilasan, bola tug'asan, bolani boq katta qilasan, eringni bor yo'g'iga qanoat qilasan, xiyonat qilmaysan, qaynaqayning aytganini qilasan, hamma ishni qilasan. Sen shunda ham yaxshi ayol emassan. Shunda ham seni kamchiliging bor. Shuncha ishni qilib, bitta melchoqqa xato qilib qo'ysang, tamom urdi Xudo. Hammasi yopirilib seni taliydi sen. O'shaning uchun nima qilish kerak? O'shaning uchun birato'la yomon bo'lish kerak. Yaxshi bo'lib turib, rahmat eshitmadikmi biz ayollar? Bundan ko'ra yomon bo'lish kerak, alam qilamiz. Ayollar shuncha erkaklar bitta boqishga kelganda har narsani minnat qilib, maylimi? Ayollar mana nechta narsa sanaverdim hozir mana shunda. Ayollar shuncha narsa qilib, biror marta minnat qilmaydi.